Azizlar, yana sizlarga xonalari ko'p, 10 xona, 6 sotik rovna. Ko'chadan qarasangiz paltarashka uy. Ichkaridan qarasangiz 2 qavatga o'xshaydi. Juda ham arzon narxga, zo'r lokatsiyadan videoda o'tkazib o'rmasdan oxirigacha ko'rishda davom etamiz. Lokatsiyani ko'p kuttirmasdan sizlarga ayta olaman. Qirg'iziston O'sh shahri, ashi hamma bilgan O'nadir bo'lyapti. 179-ko'cha azizlar, 104-uyimiz, 6 sotik 10 xonadan iborat. Azizlarim, bu tevada bo'lyapti va ya'ni ikkinchi qavatdan uyning ichki qismlarini ko'rishda davom etamiz. Bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, remontlari ham bir oxirgi remontlardan mashalloh har xil hid-xush yo'q. Потому что yangi remont ekan azizlar. Mana bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Mana bu uchinchisi bo'lyapti. Qaranglar, mashalloh juda ham chiroyli vodomesonkalar bo'lgan, patologlar bo'lgan, kirib yashasa bo'laveradi. Ko'cha tomonda plastik aka berib qo'ying. Plastik aynalarimiz bor ekan. Mashalloh, bu xonamiz ham yop-yorug' ekan. Yosh oilalar kelib, chiroyli qilib to'ylar qilsa bo'lar ekan. Azizlar, sizlar bilan 3 ta xona bilan tanishib chiqdik. Mashalloh, ko'rdinglar, xonalari zo'r. Aka, kelavering, tura olmasdan. Mana kelayotganinglarda mana qaranglar azizlar, bu yerda ham mana 3 ta xonasi bor ekan, hozirgi kunda yashashyapti ekan. Bugungi kunda kuxnya bo'lib turibdi, hamma sharoitlari bor ekan, qaranglar. Udobstolari, issiq suv, sovuq suvlar qaranglar, napol. Suvdan umuman muammo yo'q ekan. Gaz, suv, svet. To есть, gaz kelyapti. Xona 5-xona bo'lyapti. Qaranglar, bu yerda ham aynaklari bor, yop-yorug', hammadan eng qizig'i pechkamiz bor ekan. 2 ta xonani isitib beradigan juda ham yaxshi pechka dedi akamiz. Azizlar, narxini ko'p kutilmasdan sizlarga aytib o'raray. Shu uyning ichida aytib o'ray, pechkani oldida azizlar $73,000. Yana zo'r kami bor deyapti. Do'stlar, uy bo'lsa shunaqa bo'ladi-da, qaranglar. Bu spalniya ekan, mashalloh. Garderobkalari bor, kelar-yanki. Garderobkalari bor. Mana pechkamiz, mana. Qaranglar, juda ham yaxshi, remontlari yaxshi, kirib yashasa bo'ladi. Sizlar bilan 6 ta xonani ko'rdik. Endi birinchi qavatimizga tushamiz va ya'ni bu uyimiz ikkisini pastdagi 4 ta xonamiz bilan tanishamiz. Bu ikkinchi sanamiz bo'lyapti. Ma'dan bitta mashinalar kiradigan qilish kerak. Ili lesnitsami. Endi ishlari bor. Shuning uchun ham qimmatroq qo'ya olmadik. Arzon qilib sizlar uchun qo'ydik. Men yerda ham bitta hojatxona kavlab qo'ygan ekan, hammaga keraklik. Mana qaranglar azizlar. Bag'ri dilingiz ochiladi. Chiroyli ikkisini uyimiz. Mana bu pastda qaranglar, mashalloh. Kelasizlarda bitta mana tomonni bitta chiroyli qilib yopasizlar. Birinchi o'chirt azizlar. Hozir birinchi qavatimiz bilan tanishamiz sizlar. Men bunadan qarasa 2 qavatga o'xshab turibdi, qaranglar, mashalloh. Bu holimiz bo'lyapti, koridorimiz, ya'ni men yerda ham bitta sanuzul bor ekan, juda ham sanuzullarga serob uy ekan azizlar. Xonalari ham ko'p, 10 xona bo'lyapti. Ko'rishda davom etamiz. Birinchi qavatimiz bo'lyapti. Qaranglar, hamma aynayronlari plastik aynayron bo'lyapti. Mana mashalloh, bu yer to'lqa yangi remont ekan, aka berib qo'ying. Qaranglar. Kirganda yana bitta hol. Azizlar, sizlar faqat Abdulloh ofitsialni tomosha qila olinglar. Inshaalloh kuzatishda davom eta olinglar. Bizda faqat zo'r yangiliklar. Qaranglar, mana yangi remont bo'lgan ekan birinchi qavatimiz. Azizlar, kelib o'zingizlar bitta didinglarda natijnoylar qilasizlar, aboylar qilasizlar. Mashalloh, $73,000. Yana zo'r kami bor azizlar. Chapda 2 xona, o'ng tomonda 2 xona azizlar. Yengilmi deb videosini bitta ko'rasizlar. Mana bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, bu отделкалari ham bo'lgan, bitta aboy qolgan ekan. Hamma yerda yana bitta xonamiz bor ekan. Kelib bu xonalarni endi o'zingizlar fokuslarda chiroyli qilib qo'yib olasizlar azizlar. Bu suvog'i bo'yicha turibdi ekan, qaranglar azizlar. Mana bu esa yana bitta xonamiz bo'lyapti. $73,000. Zo'r kami bor. Srochniy murojaat uchun raqamlarni yozinglar. 0999 bilan 33 31 04. Qaytaraman, 999 bilan 33 31 04. Adreslarimiz to'g'riroq qilib aytib o'tib ketay. Qirg'iziston O'sh shahri bo'lyapti. O'nadir azizlar. Ha, O'nadir. O'nadir kanalda tevasi bo'lyapti. Yangi asfalt bilan to'g'ri kela olasizlar azizlar. Hech yoqqa qaramasdan 10 tomoninglarda ko'chada o'z nomer turadi. 179-ko'chaga shunday o'ngga burilasizlar. Hoji akalar, kelinglar bilan kelib o'zingizlar ko'zimiz bilan ko'ramiz desanglar, 179-ko'chamiz, 104-raqamli uyimiz bo'lyapti azizlar.